Bekobod tumani hokimi, ushbu video murojaatim siz uchun. Bekobod tumani hokimi Zaynalobiddin Nizomiddinovga aka baraka toping. Bu ko'prik shu odam sababli qurildi. Bu ko'prikni men yaxshi bilaman. Qanchadan qancha chaqaloqlar o'lgan. Chunki tumanda raddomiga borish uchun 50 kilometrga aylanib borardi odam. Bekobod shahar qabul qilmasdi. Nima uchun qabul qilmasdi? Chunki joy soni chegaralangan, ularda ham aybi yo'q. Bitta yo'li mana shu ko'prikni ishga tushirishidi. Hokim bor, baraka toping, otangizga rahmat. Qanchadan qancha odamlarga yaxshi bo'ldi, yengillik bo'ldi. Zamon talabida hamma narsa xarajatga bog'liq bo'laveradi. Chunki uzoq yo'l edi-da. 3 kilometr bilan rayonning markaziga chiqib boryapmiz. Butun xalq sizdan xursand. Martabangiz ulug' bo'lsin aka. Nima yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga ortig'i bilan yetishi, farzandlaringiz ko'zingizni quvontiradigan darajada eng aqlli va tarbiyali farzandlar bo'lsin aka. Bu butun Bekobod shahar va tuman nomidan qabul qilasiz, chunki xalqning ichida yuraman, hamma xursand mana shu ko'prikni 70 yildan beri bitmayotgan ekan. Nima sabab bo'lgan bilmayman. Hamma keladi, bir harakat qiladi deydi. Shu bilan to'xtab qolaveradi. Aka, Toshkent shahrining markaziy ko'chalaridan kam emas ko'chaga gap yo'q aka. Salomat bo'ling.